Ömer ibn Xattab Hicriye'nin 19. yılı Rumlarga qarşı askar chiqadi. Rumlarning podshohi Qaysar musulmonlarning nihoyatda botir, chidamchan, iymon e'tiqodidan mustahkam, Alloh va uning elchisining yo'lida har qanday narsadan voz kechadiganligini nihoyat ko'p anglag'achqa, askarlarga agar musulmonlardan birasi asirga tushib qolsa, uni o'ltirib etmasdan yoki qo'yib etmasdan mening oldimga darhol akilinglar deb buyruq tushirdi. Bu urushda Abdullah ibn Huzafa boshliq bir bo'lak sahobalar asirga tushib qoldi. Askerler bu sahabelarni podshohi Qaysarning qishiga akeldi. Podshohi Abdullah ibn Huzafani oldiga chiqarib, "Tizlan, men sana shart qo'yaman. Shartimni ijro qilsang seni qo'yitaman" dedi. Abdullah ibn Huzafa podshohga "Aytqina, sening sharting nima?" dedi. Podshoh, "Agar sen islom dinidan voz kechib, xristian diniga kirsang, seni hayot qo'yib beraman, shundaqla sana yuqori mansab beraman" dedi. Abdullah ibn Huzafa nihoyat mensitmagan ahvolda "Bu mumkin emas. Chunki men uchun o'lim islom dinidan voz kechishdan necha his yaxshi" deb keskin rad qildi. Podshoh Abdullah ibn Huzafa iddia xizmati ishlab, sen bir aqlli odamsan, yaxshi o'ylan. Agar sen mening bu shartimni qabul qilsang, men seni ishlarimga sherik qilaman, podshohligimning yerimini bo'lib beraman dedi. Abdullah ibn Huzafa nihoyat kulib ketib, "Ey podshoh, sen agar men ko'rgan, bilgan narsamning hammani bergan taqdirdami, men islom dinidan bir sekund voz kechmayman" dedi. Podshoh Abdullah ibn Huzafani darg'a isishga buyurdi. Shundaqla o'qiyachilarning qo'liga uni qo'rqitish uchun qo'lining tuyiga etinglar dedi. Abdullah ibn Huzafa qilchimi pisanat qilmadi. Podshoh uni xristian bo'lishga zo'rladi. Abdullah ibn Huzafa e'tiqodida mustahkam turib keskin rad qildi. Podshoh Abdullah ibn Huzafani dardan tushirib, cho'ng qozon keltirib, yoq qo'yib o't yoqishga buyurdi. Uningdan keyin ikki sahobaning keltirib, qaynayotgan yoqqa tashlashga buyurdi. Ikki sahoba qaynayotgan yoqqa tashlandi. Ularning go'shtlari so'ngdan ajrab chiqib, qozonning ustiga layladi. Podshoh Abdullah ibn Huzafani yana xristian bo'lishga majburladi. Abdullah ibn Huzafa burunqidan bekroq ching turib, keskin rad qildi. Podshoh Abdullah ibn Huzafadan umidni uzib, uni qaynayotgan qozonning qishga akilishga buyurdi. Askarlar Abdullah ibn Huzafani qozonning qishga akilishiga Abdullah ibn Huzafa yig'lab ketdi. Podshoh "Endi bu pushaymon qilgan o'xshaydi" deb uni oldiga akeldirib, "Endi xristian diniga kiramsa" deb so'radi. Abdullah ibn Huzafa burunqi o'xshashla keskin rad qildi. Podshoh hayron qilib, "Undaqsa sen nimaga yig'lagayding" deb so'radi. Abdullah ibn Huzafa "Men yoqqa tashlanishdan qo'rqib yig'lamadim. Balki badanimning tuk miqdorida jinim bo'lgan bo'lsa-mu, mushuning o'xshash Allohning yo'lida pido qilgan bo'lsam deb yig'ildim" dedi. Podshoh Abdullah ibn Huzafaning qat'iy irodasi va e'tiqodidan ta'sirlanib, uningga eng oxirgi bir shartni qo'ydi. "Ey Abdullah ibn Huzafa, agar sen mening chekimga birini suyib qo'ysang, seni qo'yitaman" dedi. Abdullah ibn Huzafa "Menla emas, men bilan birga asirga tushgan hamrohlarimni birga qo'yitsa" dedi. Podshoh qo'shildi. Abdullah ibn Huzafa podshohning qishiga berib, "Bu bir Allohning dushmani. Men uni suyib qo'ysam, meni va barliq qarindoshlarimni qo'yib beradi. Buningda menga hech bir ziyon yo'q" deb podshohning chekisiga birini suyib qo'ydi. Podshoh Abdullah ibn Huzafa va barliq musulmon asirlarning hammani yig'ib, ularning hammani qo'yibdi. Abdullah ibn Huzafa qaytib borgandan keyin Umar ibn Xattobga bo'lgan ishlarning hammani so'zlab berdi. Umar ibn Xattob bo'lgan ishlarning hammani anglab, Abdullah ibn Huzafadan nihoyat xursand bo'lib, har bir musulmonning Abdullah ibn Huzafaning beshiga suyish majburiyati bor, men beshida suyman deb o'rnidan turib Abdullah ibn Huzafaning beshiga suyib qo'ydi. شوقا